Hello YouTube ahli, bu men Vector Minecraftman. Bugun sizlar bilan yangi video olamiz. Anında boshladik. Bir ikkita jo'ralarim kanalimga obuna bo'lib qo'ygan ekan. Qachon video chiqarasan deb qo'yishmadi. Ha, aytgancha bular mana skinim ko'k rangda, e'tibor bermaysizlar. Boyagi skinim o'chib ketibdi. Shuning boshqasini qildim. Umid qilamanki, keyingi videoda yana yashil bo'ladi. Xo'sh, bugungi maqsad nima bo'la? Bugungi maqsad endi o'tgan safar imperiya deb edim, bitta uy-joy qurgandi. Keyin qishloq deb edim, unga ham erinib bitta uy-joy qurdim. Shuning uchun bu gal boshqacha bo'ladi. Ya'ni biz sal kattaroq uy quramiz bo'ladida. Shunchaki survival bo'ladi, balkim kulgili bo'lar. Xullas endi zerikandan bitiribman. Endi xo'sh mana topdik bo'llar yog'och. Davay. Kovlaymiz. Tinmaymiz bizlar. Xo'p. Tersda bo'llar Minecraft logikasi top o'yichi. Mana qaranglar, mana qarang. Daraxt uchib turibdi-da mana. Uchib turibdi. Buni birinchi o'ynagan odamlar keyin nima qilarkin? Hamaydi. Men bilmayman-da, lekin yoshlik qildi. Men bratishkani yo'q ketay, xafa bo'lib o'tiribdi. Biz oldik. Surdik, bitdan surdik. Bo'llar, endi biz tosh topamiz. Toshni nimaga topamiz? Mana yerda to'la tosh. Bundan oldin esa bitta kirga solish kerak. Qaniki qo'llab ketaveramiz bular endi. Baribir yog'och ketsa, olmishta tosh qo'llasa. Evet, omanni qaranglarda bo'lib, tayimdan moshni zo'r tillov chiqdani. Hep belet. Bunday tillovlarni yoqtirmayman. Mana qo'llaveramiz. Endi qo'llab ketamiz. Ha, aytgancha, nimaga ikkita videoyim qiziqda bo'llar endi. İşte video çıkardım, hiç kim kommentariya yozmaydi-ya. Yo, internetim yo'qligiga kelmayotganmikan? Kam ishlayapti. Bugun mana puli ham o'chdi. Qachon endi internet bo'lsa o'sha paytda taylayman. Bilinglarki, qachon taylasam o'sha paytda internetim bor. Aytib qo'yay. Biz obuna bo'laylar, yo 16 ta bo'lmaydi endi. Qandaysiga artefakt, yani bilaman endi artefakt 1 million bo'lgan. Lekin artefakt ham birinchi qolganidan 16 ta bo'lib qolib ketmagan-ku. Balki artefakt tez chiqargandir. Bu gap ham to'g'ri bo'lishi mumkin. Xo'p, mayli gapni ko'p qilmasdan mana bo'ladi shuncha ham. Qolganini pech ishlatib beramiz. Bolalar qani ketdi. Bitta kirga, bitta qilich bo'lar bo'lar. Bundoq kovlaymizda ketamiz endi. Bilmadim bu videoni nimaga olyapman. Bironta maqsadim ham yo'q. Bir kommentariyadan fikr yozinglar desam hech kim yozmabdi. Shuncha kutdim, hech kim yozmadi. Bitta hali ko'rstarman, internet bo'lsa bir odam yozgan. Obunachilik 16 dan ko'paymaydi. Birinchi qolganlar jamisi 18 bo'lgan. Men bilib turibman. Endi ko'rasizlar, birinchi boshlashim. Lekin Minecraftni ancha yildan beri o'ynayman. Yoki 6 yillar bo'lgan. Просто men uncha survival o'ynayman. Ko'pincha chit o'ynayman, lekin
Bu kadar aniq sürüyor mana. Sizlar ko'rsataman mana chet ishlamaydi mana. Mana cheti yo'q mana. Masalan mana cheti yo'q deyapti ana. Bu kadar chetsiz o'ynashga harakat qilib ko'raman. Birorta ham survivalda mana chet topolmaslikning iloji yo'qda. Eng omadlisi atigi 2 dona chet ishlatgan. Endi ko'ramiz bunga ishlatmaslikka harakat qilib ko'raman. Tezroq mamday loh qo'ylarni o'ldirish kerak. Kravat kerak. Ha, aytgancha qishloq topib kravat olsang bo'ladi-ku deganlarga aytib qo'yay, bu katta versiya emas bu. 1.5-versiya. Alfa bolalar, alfa. Aligana Javada alfa versiya bo'ladi, eng eski versiya. Bedrockda postget bo'ladi, eng eski versiyasi. Qiziq bo'ldi. Juda qiziqdi. Mana qaranglar, masalan. Bilay, mana ocham qoldim. Mana nechurga qaragan hech kim yo'q. Qo'y, bolalar qaranglar mana, masalan. Javada. Mana yo'q, kirgan yo'q. Javada desak, Javada hero bilan ko'ringan, to'g'rimi? Nima unda bedrockda ko'rinmagan? Savolda bolalar, shu meni ko'pgina beradigan savol. Nimaga? Alfa versiyada ko'ringanda lekin bedrockda bironta hero bilan ko'ringan degan gaplar yo'q. Tekshirib ko'rish kerak. Hali agar telefonimga pul taylasam keyin tortib ko'raman. Keyin ko'ramiz. Bironta nedagoniy narsa bormikan? Bilsa lekin yaxshi bo'ladi. Bo'lmasa keyin o'chirib taylayman. Bo'ldi. Ana shu bo'ldi. Xo'sh, mana 7 minutlar ham qolibdi. Tezas pishay. Bitta seni kutib uyim kelmayapti. Bo'ldi, ana endi ketaveramiz. Qishloq topish kerak-da. Quritish kerak lutlarni. Kommentariyga yozib qo'yinglar. PUBG janam chiqararman. PUBGga qiziqadiganlar bo'lsa yozib qo'ysin. Chiqararman qachondir PUBGdan. To'g'risi mavzu Minecraftda endi aralashdi bolalar endi. Endi bitta Minecraftdan chiqarib yursa odam zerikib ketaveradi. Lekin artefaktdan zerikib bo'lmaydi, chunki u har doim modlar chiqaradi. Lekin artefakt qishloqsiz uncha kuldira olmaydi, to'g'risi. Qiziq-da, lekin unchalik emas. O'zi videoni eng qiziq qilib turadigan qishloqqa ancha kuldirib turadi. Mana bu quduq. Savolda bo'ldi. Nimaga men quduqni qurishgan? Suv ichish uchun. Nima shu kaktusni o'rnatishgan? Yurish uchun. Amayli. Hech nima yo'q yo'lda. Saunaga ketamiz bolalar. Saunada ko'proq qishloq uchraydi deb eshitganman. Shaxsan artefaktning o'zi aytgan. Sinab ko'ramiz. Artefaktni aytganidan 90% o'xshagan. 10% Javada o'xshaganda, Bedrockda o'xshamagan. Bu quduq bor ekan, bir piramida ham bo'lardi adashmasam. Yep, bilet. Bilet kechgan kun qancha bitta bo'lar. Yo'l ketamiz sar. Hozir o'g'illarga tushmaymiz bolalar, birinchi kravat kerak. Ana. Ikkitanga shukr. Kravatim bo'lasan sen. Qani sen? Ha, sen ana. Sanam menga kravat bo'lasan. Madaddes bratishkalar. Qani? Yevela. Taqosdi hay qachon harakat qilmayman. Mana bitta kravat. Tushur, menga bitta. Qo'laveraman. Kim bo'ladi? Bitta shu to'g'ridan вообще dahshat bo'ladi.
aytadi-ku, chicken banana. Chicken banana. Ana. Jackie Chan bilan urushgan. Bilet qishloq yo'q. Lutam yo'q. Ishtima yo'q. Şöyle dönünce qishloq turardi lekin. Vah. Jiddiz o'ynashning oqibati bu. Mayli. Topamiz de. Endi odam yo'qshadi. Böyle turdik bo'lar. Hayda boraman. Bo'lar bu eski versi bo'lgani uchun ana kep inventory bo'lardi-yu. O'lsanglar ham emitarda narsalar qolardi. Shu yo'q, bilet. Endi qattiq harakat qilish kerak. Bitta o'lsam tamom. Xo'sh. Bilet. Sal qo'sa yuragim ketib qolardi. O'lsam keyin qatdan topaman bu joyni. O'zim o'rganib spamni cho'zolashganim yo'q bolalar. Bilen mitka ham yo'q o'lgandan keyin qattaligi. Xo'sh. Bu qishloq deganam biror narsa yo'q ey bolalar. Charchadim ey, qishloq ey. Ovqat zaxiri kam. Bir lutingdan bersang nima qiladi? Maqsad o'zi bitta uy qurish edi. 12 minutlar bo'lib ketdi. O'zi-ku aylanganimni kesaman. Vallahi 12 minut bo'lib ketdi, zerikib ketdim. Hech kim yo'q video qo'shiladigan. Vallahi hech kim yo'q video qo'shiladigan. Bilet. Mana Play Marketda Minecraft degan shunday bitta narsa bir o'yin bo'lardi. Shuni kaktus qanday ustiga tursa jon ketmas edi. Shu kaktusdan parkour qilsa bo'lardi. IQ minuslab ketardi. Bolalar o'z kamerani o'chiraman, qishloq topgandan keyin yo'qarmanda. Cala a boca, puta. Qishloqlar qurib qolgan boru. Jonlarimga tegib ketdi qishloqim. Mana bolalar buguncha yetadi. Mana shu birinchi qism bo'la qolsin. To'g'ri fikr. O'zimdan qilyapman nuqta. Bu birinchi qism bo'ladi bolalar. Keyin yana chiqarib berarman. Короче, bolalar Zaynab. Mana uyim bo'ladi hozircha. Endi bu bo'lib tugalmas. Bu qism bo'ladi.
Mana bu birinchi qism garvich. Qishda topilmadim bular. Mana qorong'i tushyapti. Endi Minecraft emas, o'zimni xonamda. Bomba bo'pti. Nima qilay? Shuning uchun bolalar endi indamaysizlar. Birinchi qism bu. Keyin qismlarni olib chiqaraman. Sanog'am bo'lmaydi.